Assalomu alaykum barchangizga, omonmisizlar, yaxshimisizlar? Bugun 10 oktyabr. Bugun ruhiy salomatlik kuni, xalqaro ruhiy salomatlik kuni. Psixologlar ham bunga taalluqli, поэтому заочно психологи, коллеги, всех поздравляю. Psixologlar bayrami muborak bo'lsin. O'zi xalqaro psixologlar kuni ham bor alohida. Bu 22-noyabr. Bugun ham psixologlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar mana shu bayramni nishonlashyapti. Bizni ofisimizda ham qizil pomadada как будто знали, что праздник. Birdaniga Amira kelganiga ustozlar kuni bilan ham bizni tabriklashdi. Juda mamnun bo'ldik. Это очень приятно. Kimnidir hayotida ustoz bo'lish, kimgadir oz bo'lsa ham to'g'ri yo'l ko'rsatish va bu inson o'sha shogird ustozidan olgan o'sha bilimini, o'sha yo'lakchadan borib nimagadir erishgan bo'lsa, bu ustozlar uchun eng katta baxt hisoblanadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Shunaqami?